26 fevral. Hozirgina muborak yetib keldik. Mana avval mana shunaqa sharoitda savdo qilgan. Mana pollari, mana pirlavkalari, devorlar, mana patologlar. Shunaqa sharoitda ishlagan akamiz bizga ko'chma do'kon zakaz qildi. Ko'chma do'konni ko'rib bitta baho berasizlar. Mana xudo xolasa razmer 7 ga 3 pirlavkalar bilan komplekt qilib berdik. Mana muborak gaz, mana bu taraf ko'rsatuv. Muborak gaz. Orqa tarafda farnilar ekan. 3000 ta 4000 ta odam ishlaygan. Mana shu yerga ko'chma do'kon qurib berdik. Xo'p. Pollar MDF kirchimol svet, mana chang bo'lyapti, changni ham ko'p bildirmaydigan svet. Devorlar 100% MDF. Mana pirlavka, temir pirlavka, shishib ketmaydi. Mana o'tgan narxxonadagi pirlavkalar ko'rdinglar, dispdan yasalgan, sal shishib, toblangan, lekin bular xudo xolasa bir umrli narsa. Mana devorlari ham MDF, baqvati, juda ham baqvat. Oldilari alyumin profil, orqaga ikkita fortishga, havo almashishiga. Xullas, bu do'konimiz 36 million so'm do'kon, 3 million so'm pirlavka, 39 million so'mga tushdi opshi, olib kelib o'rnatib berish ichida. Xudo xolasa 1,5 kunda tayyor bo'ldi. Kecha keluvdi. Kecha ertalab ishni boshlab, mana bugun obed, xudo xolasa tayyor bo'ldi. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, respublika bo'ylab dastavka ustanovka mavjud. Bemalol aloqaga chiqaveringlar.